Aziz do'stlar, bir xondan mard nomard bor odam. Shaxsan shoir Muhammad Vakiljon Ibrohimning o'z bitgan she'ri hamdard buni sizlarga ijro qiladi. Eshitib yashab, sog' bo'ling. Bir harakat qilayin, tashlab mutarga gozli. Muhammad Vakil buyurdi, shundayin aytib sozdi. Mardi nomard boradan gulchin qilib she'r sizdi. Aytmagin har nomardga, dilingga saqla rozli. Balasini olaman, bir do'sti rapiq bozdi. Balasini olaman, bir do'sti rapiq bozdi. Jadid qani xondanlarni shoir Muhammad Vakiljon Ibrohimi taqdim qiladi. Man bilan yo'ldosh bo'lsang, nomad otini tutma. Qo'sh tortib arpa yeksan, hosili bug'doy kutma. Badnom bo'lasan bir kun, nomard yo'liga ketma. Qimmat olib bir do'stni, bozina arzon sotma. Noumid bo'lib qaytar, nomardga qo'l uzatma. Noumid bo'lib qaytar, nomardga qo'l uzatma. O'z ishongan do'stimdan bugun xiyonat ko'rdim. Uni mard deb bilmay bergan qavlimga turdim. Oshno gar shunday bo'lsa, bor yuziga tupurdim. Do'st bo'lib pushaymon bu, boshi maryonga urdim. Nomard inson ko'p bo'pti, hushyor bo'ling mardim. Nomard inson ko'p bo'pti, hushyor bo'ling ey mardim. Man g'ulomi u do'sting, behadab oshno bo'lsa, dirik qilmayman hech vaqt, qo'limdan bir ish kelsa. Oyog'idan o'p do'sting, ahdiga vafo qilsa. Ana o'sha do'st sanga bilkinki qadring bilsa. Do'stga xiyonat qilma, gargardoning uzilsa. Do'stga xiyonat qilma, gargardoning uzilsa. Nomard sani o'ylatib, aqlingdan ozdirar. San bexabar ketingdan, qabringni qozdirar. San bexabar o'z-o'zingga zamonating yozdirar. Fursat kelda bosaydi, bichog'ini qizdirar. San igna bilan jamlaul, shoxa bilan to'zdirar. San igna bilan jamlaul, shoxa bilan to'zdirar. Mard do'sti topmoq mushkul, xarob bo'ldi zamona. Bo'lsa bilsangiz ayting, mard do'stlardan nishona. Fursat bo'lsa nomarddan, qosh topib bir bahona. Nomardlar fursat topsa, boshingga qoqar pona. Asobni qo'ldan bersang so'ng, oting bo'lar divona. Asobni qo'ldan bersang so'ng, oting bo'lar divona.
vaqti mardi bo'lsa mardonavor yuradi, nohaq haqdorni ko'rsa shu haqni gapiradi. Har narsa ekan bo'lsa hosilini o'radi, vakildak marjivonlar va'da bersa turadi. Bir ishni qilsa mardboz javobin ham beradi, bir ishni qilsa mardboz javobin ham beradi. O'zi erkak bo'p lekin xotin ishini qilsa, munda yashab yurgandan yaxshi emasmi o'lsa? Namat haromlik qilmas, g'ayrat vijdoni bo'lsa, men ham bozdam qilmayman, sabrim qosasi to'lsa. Shu gaplarni o'zi bas, nomard insonlar bilsa, shu gaplarni o'zi bas, nomard insonlar bilsa. Erkak ot qo'ygan bilan erkak bo'lib ketmaysan, yuking agar kaj bo'lsa manzilingga yetmaysan. Nega dilda gapingni mardonavor aytmaysan? Erkak bo'lsang uyingda xotin kabi yotmaysan. Nega erkaklik nomni bozor borib sotmaysan? Nega erkaklik otni bozor borib sotmaysan? Muhammad vakil she'r yozib vasbinga to'ldi xondan. Shuncha bevijdon bo'psan, nima ko'rding aytmandan? Nima farqing bor sani to'rt oyoqli hayvondan? Bu dunyoni qilarman bir kun ustingga zindon. Otingni o'chirganman ey nomard o'sha kundan, otingni o'chirganman ey nomard o'sha kundan. Shoir Muhammad vakiljon aytar har kim bo'lsa mard, ishongan do'stni qilmas ikki dunyo rangi zar. O'ylab tursam shu do'stni yuragim qiladi dard. Shu nomard do'stim qildi bu dunyodan qo'lim sar. Nomard do'stlar xor bo'lsin deb duo qiladi ham dard. Nomard do'stlar xor bo'lsin